Assalamu alaikum qarindoshlar. Başlanmadım. Assalamu alaikum qarindoshlarim. Assalamu alaikum qarindoshlar. Ovozi bor deb o'ylayman. Bugun bekla qisqalan bir video qilma qarindoshlar. Agar ovozi bo'lsa bor deb sanalib bo'ldi. Bugun sizlarga qarindoshlar ikki ma'vu aldığımızdaki qarindoshlar ovozim bo'lsa bor deb sanalib bo'ldi. Bunu o'zim so'zlab ketmay. O'sha yerni faqat bilgan olmaydi. Ovozim bormi qarindoshlar? Ovoz bormi yo'qmi? Men ovozimni faqat bilamadim. Ovoz ko'rinmaydi ekan. Men buni hozir to'xtatib o'tib turay. Ovoz bormi? Ha bo'lsa. Kechirishlar menda faqat texnikal narsa deyishim bilmaydi. Qarindoshlar, menlarga salom. Bugün beklam qisqa bir 5 minutlik video qilish uchun chiqdim. Men bilganinglardek yakshanba kuni Abdurahim G'ayni qarindoshimizning programmasiga chiqaman. U yerda hamda u amal va qisqa vaqtning ichida jiqroq narsani muhim temalarni so'raydi. Chunki eng muhim narsalar, masalalar ashada so'zlashildi. Shuning uchun temaning u kunki programmada bo'linib ketishini faqat qolmayman. Şuna ba'zi bir hozirgi kun tartibga kelgan narsalar to'g'riliq bugun men qisqa videoni qo'yishni to'g'ri topdim. Bekli qisqa bo'ldi o'ylaganlardek, uzun bo'lmaydi. Shunga bu programmani butunlay shu diqqatimiz bilan astoydil, ya'ni suhbatni astoydil qilishimiz uchun qarindoshlar. Bugun meni ichitma u Abdurahim G'ayni qarindoshimizning savollarini hatto yozgan va ya yozmagan har qanday savol bo'lsa sorsa men yaxshi javob berishga tirishish uchun ostida komment ostida diqqat chekilmasligi uchun bugun bir narsani qilib o'tmoqchi bu qisqa videoda. Bugun sizlarga ikki odamni tanishtirib qo'ymoqchi qarindoshlarim. Shu tunugun yo 3 kunning yoqib bo'layotgan ishlarga munosabatli bir video bo'ldi. Birinchi odam mening bir tanishim oldi bilan sizlar o'zinglar ovozni anglanglar, lekin kimligini deb bermay boshlandi. Salom Nabijon. Agar tema tushunarli bo'lgan bo'lsa, haqiqatan eshak bilan nimadak arslondek tortishmagan yaxshi, lekin hozirgi bo'lsa joyliq bo'lgan. Onun gibi joyliqlar vatanning istiqboli Şarkı Türkistan'da kelgisi karar verdi ama şuna işlerde oturluklu liydi kalayamakan kılalaydıgan potansiyel ego başka bunlarla tartışımız biraz mücadelemiz okumaydı, bunlarla körüşkümüz okumaydı. Cahillikle körüşkümüz gün halkımızda tarihten beri devam kaygan bu kar kısmeti hiç kadar özgürlük olmaydı. Şu başka bu cahillikle bilen meyli kaplan demede büküm kışın, aslan nim basın, işek nim basın demeyin. Buna bilen şu fışırağa yerde şu ağzını tuncukturup gepere ağzına tıkıp şuna bilen baş bir temin kılıp köreş kılmasak milletimizden hazır kamış gün kilişede şu cahillanın, karıp osatmanın ağın kararları şu sebep olan. Bunlardan benim ağın nimem bu şu hem de tesirim. Bu birinci tanışımız, yani tanışılan kişi. Bu kişinin ismi Şir Mehmet. Şir yani ayadaylıqı o devletini unutup katta da yani mücadele kılışımız, sokuşumuz gerek diyen bu dostumuz ismi Şir Mehmet. Ondan keyingisi süpuna hazırlaydı, ağzını tuncukturup yığıştırıp deyli, tuvaqlı deyli deb bir sorun tayyorlabdi bir yani bir qarindishimiz. Ondan keyin sizlarga yana bir aylanni tanishsizlar hozir. Assalomu alaykum, Arslan qanday qabul yaxshimi? Facebook'taki ilanni qarindoshlarimiz ba'zilari e'lon qilgan. Diqqatimdan qochib qoldi, uni ko'rdim. Chaqiriq bor yerda. Ko'p rahmat chaqiriqqa.
o xildagi ishlarga men qatnashamayman, qurultayning qatnashishini taxmin qilmayman, chunki bu ikkinchi tunishadigan shaxsning ismi Go'sh Mehmet. Yani o'rtasida bir sahna farqi bor qarindoshlar. Shuna bugungi video o'sha yerda tugadi. Bunlarning mush vaqtlarda xayrli bo'lsin. İnşallah Abdurim Reyni qarindoshimizning programmasida amal va vaqtni qisqa yaxshi foydalab bütün meseleler to'g'risida so'zlashimiz qarindoshlar. Hammalar Allohga omonat. To'pining ichida shir, to'pidan chiqqandan keyin bo'shib qoldiganlarga mencha mush ichida ketadi. Rahmat qarindoshlar, Allohga omonat.